Hörmətli radio anlıqçılar, anlayatqanınla Rusiya yazğıçısı Maksim Gorkiyning Şinjan Gözəl Sənət Bodosurat nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Balalıq Davr namlı əsəri. Bovam sözlüген seri işçi köyüp, yığı arlaş toğlap, bulundaki heykelinin yeniği yügürüp berip, moştu bilen hədəp köhrüki urğulturdu. Meni xatalıqın başqalarınkidan artıq mı? Bu zaten neymiş canı? Onun bütün əzayı titrəb, yaşqı dolğun gözləri ғazab bilen yaltıraydı. Bəzdə momamның sözləri bovamның xabılıqını basatdı. Ön çıxmasdan özünü karotqa atattı. Momam ikimiz asta mengib öz uyimizga balxonaga chiqib ketdik. Lekin bir qitim momam onun oldiga berib, bundoq muloyim so'zlarni qilganda, u birli cho'rgilab, mushtin bilan momamning yuziga birini soldi. Momam santurilib keyniga ketdi va qo'li bilan og'zini tutib qoldi. Keyin o'zini tutib olib, eg'ir besiqlik bilan "Hey ahmaq saran!" dedi. U bovamning putining yeniga qon ko'rdi. Bovam ikki qo'lini ko'tarib devaylab, "Ko'zimdan yo'qol!" deb vaqirdi. Momam sarangdabla ishga yaqinlashdi. Bovam unga qarab aytildi. Momam oldirmasdan bosqidan o'tib, bovamning oldida ishni ko'p qilib yepib chiqib ketdi. Ochig'idan yuzlari cho'qda qizarib ketgan bovam ishni tutib turib, qiyri xotin deb vaqirdi. Men ko'rganlarimga ishonmay bo'longda o'ldiratdim. Bu bovamning momamni mening oldimda birinchi qitim urishi edi. Bu hol meni chidovsiz darajada saskantirdi. Bovam uyning o'rtasiga kelib tizinib o'tirdi. Ondan qo'li bilan ko'hrigiga urishga boshladi. Men o'rnimdan turib yugurgan peti balxonaga chiqib ketdim. Momam u yerda og'zini chayqab o'tadi. "Og'rimatamdi?" deb so'radim men. Momam xotirjamlik bilan "Hech qisi yo'q, tishlarim saq, faqatli kalpukim yerilib ketibdi" deb javob berdi. "O nimishqa bunda qildi?" Momam derizdan sirtqa qarab qo'yib, "Ochiqqa kelib yurdi, qerigan chig'ida ishlari ko'ngildagidek bo'lmadi. Sen yetib uxlagin, bularni o'ylama" dedi. Men momamdan yana bir nimlarni so'ragan edim. U odatga muloyimligini yo'qotib, "Tinish uxla dedim-ku, nima gap anglamaysan?" deb qattiq vaqirdi. Men yeshinib o'ringa kirdim. Momam yanimga kelib, asta beshimni silab, "Sen tinish uxlavagin, men bovangning yiniga kirib baqay. Menga iching og'irmisin? Mendimi ayb bordi? Uxla" dedi. Momam meni suyib qo'yib chiqib ketdi. Yuragim chidovsiz darajada echishib ketdi. Men karvatdan sakrab tushib, derizning yiniga berib, odam yo'q ko'chaga qarab, aytib tugatgisiz qayg'u hasratga mubtalo bo'lgan holda turib qoldim. Bir kun kechqurunliqi choy ichib bo'lgandan keyin bovam bilan men she'r o'qitdik. Momam qochalarni yuvatdi. Birdanla Yakov tog'am to'yuqsizla aloqsal bo'lgan holda kirib keldi. Onun çaşları ilgirgide qalayımqan edi. O salama bəməsdən şəpkisini çörüb taşlab, titirgen halda qollarını pulanıtıp sözləşke başladı. "Dada, Mikhail'ni ayıp saranglık qılatıda. Tamaqni biznikide yap, azraqla içib ölüp, saranglı tutumaqanda qaçqımışlan çıqıb, rəxlan yitib taşladı. Derizna ayneklerini mi çıqıb etdi? Hazır bu yaxı kelib atıda. Dadamның saqalını yölümən, savdayman da atıda. İhtiyat qılıncıma." Bovam asta orundan durdu. Onun qapaqları törüldü. Bütün yüzü hatta boynuğıca qo'rilib ketdi. "Anglavatam sen anısı" deb chaqirdi u. "Qara, öz oğlun dadısının təkisini bəgil kavatqıdak. Şundaq vaqti keldi." Bovam ishikning yeniga kelib, ishikning eg'ir ilmigini elib qo'ydi. Ondan Yakov tog'amga burilib, "Sen texichili var-varaning to'yliq narsalarni qo'lga kirgizmoqchi bo'latsan. Shundaqmi? Mana, elisha" debla mushtamini tog'amning burniga tangladi. Tog'am keniga dojib, ranjigan holda, "Dada, menda nima ayb bor? Sendimi? Men seni yaxshi bilaman." "Dada, undaq demang. Men sizni qo'g'dig'il keldim." "Meni qo'g'dig'il?" dedi bovam zonli qilgandek talaffuzda. "Ajab yaxshi, rahmat o'g'lim. Anisi, onunğa bir narsa bergan. Laqshigar yoki dazmol bo'lsinmi, bo'laverdi. Yakov, sen akan qirishi bilanla uning beshiga ur."
Yakov tağam bunu anlapla qo'lini yanchig'iga selib, bo'lim tarafga o'tib ketdi. Moğa işenmeydi siz. Sana işinem değil mi? Yakov tağam so'zni tugatmayla bovam yerni tepib vaqirg'il turdi. Yo'q, mayli qanday hayvon bo'lsin, it bo'lamdi yoki kirpi bo'lamdi, hammasiga ishonaman. Lekin sana men yana qarab baqay-a. Men bilman, sen uni mas qilib qo'ygan. U so'zlarni uninga sen o'rgatgan. Qani endi ur, yo meni, yo uni, xolig'ini ur. Momam menga asta shivirlab, Chapsan boloxonaga chiqib derazadan qarab turg'in. Mixail tag'an ko'chada ko'rinsila, darrov kelib bizga degin. Tez bo'l. dedi. Men derizdan bo'ynimni chiqarib ko'chaga tikilib qarab turdim. Bu kan ko'cha yerni kesib o'tib maydonga chiqadi. Ana, avo Mixail tag'am emasmi? U ko'chaning bir tarafida turib qarab o'tadi. Uning kelganligini ularga aytishim kerak edi. Lekin men derizga mixlanib qolgandek medirlamay turardim. Men tog'amning qaboqxonaga kirib ketganligini ko'rdim. Men tuvanga yugurib tushib, bobomning eshigini qoqdim. Kim o? deb qo'pol baqirdi. Bovam eshikni ochmay turib, Nima ishing bor? Nima? Qaboqxonaga kirib ketdimi? Bo'pti, qaytib ketdi. Men o yerda yolg'iz qo'rqaman. Shu yerda turib turgan. men yana derizning yeniga keldim. Qorong'u tushdi. Hamma uyning derizlarida seriq nurlar ko'rinishga boshladi. Meni turli xiyollar chirmib oldi. Men yana onamni esladim. Men uni borgan siri ko'proq eslaydigan bo'lib qolgan edim. Men onamni bovam aytib bergan cho'chakdagi kishilarga o'xshatdim. Mening nazarimda u o'z uyida turishni xohlamay, boshqalar bilan birlikda cho'ng yo'l bo'yidagi karvon sarayida turib, o'tgan kashgan boy yo'lovchilarni bo'lib olgan narsalarni kambag'allarga bo'lib berayotgandek ko'rinadi. Ba'zida onam o'rmonliqda, o'nkirlarda, albatta, yaxshi niyatli qaroqchilar bilan birga yashayotgandek, ularning tomoqlarini pishirib berayotgandek, o'g'irlab kelgan boyliqlariga qarab berayotgandek tuyuladi. Mush xiyollarga cho'kib turganimda tavandan olingan oyoq tovushi, vongchung dod faryodlar meni sagitibdi. Qarasam, bovam, Yakov tog'am va qaboqxonadagi bir xizmatchi Mixail tog'amni eshikdan ishtirib chiqarayotgan ekan. Mixail tog'am uning belikiga, bo'yniga, yelkasiga urdi. Putlariga tepdi. Oxir Mixail tog'am ko'chaga chiqib ketdi. Eshik jaloq qilib yepildi. Ondan zanjir selinib quluplandi. Atrof jimjit bo'lib qoldi. Mixail tog'am ko'chada birdam yotgandan keyin asta o'rnidan turdi. Uning kiyim-kechigi yirtilib, chochlari paqpiyib ketgan edi. U yo'g'on bir toshni elib, eshikka qartib otdi. Uningda qattiq ovoz anglandi. Momam bo'zg'ining yendiki sandiq ustida tugilib o'ltiradi. Esimni qilishcha, bovam yangi olgan bu uyda bir yilcha turgan bo'lsa kerak. Oldingi bahordan keyingi bahorgacha turdi-ku deyman. Lekin bu mezgilda bu uy janjalda dong chiqadi. Har yakshanbada degudek bir to'p bolalar bizning ishga kelib olib, bu uydagilar yana urushyotdi deb butun ko'chani bir og'udek ovoz bilan baqirishadi. Odatda Mixail tog'am qorong'u tushishi bilanla bizning ishga oldiga kelib, kecha-kecha mo'kinib yetib, yiroqdan bizning turalg'uni marab, hammalarni andishiga soladi. U ba'zida to'g'ri kasb bilan shug'ullanmaydigan 2-3 soltakni orqasiga selib olib, o'g'irliqcha boqqa kirib, bog'dagi tergan narsalarni qo'ymay yo'l o'tadi. Bir qitim ular munchaga kirib, u yerdagi bo'zg'ilib bo'lgan narsalarning hammasini, ya'ni takchilarni, o'rindiqlarni va qozondan tortib sundirib, mashni o'rib, eshikni qo'mirayotgan edi. Hatto polning bir qancha taxtini sundirayotgan edi. Bovamning chiroyi qardab ketgan bo'lib, ün chiqamay, ularning o'zining mulkini vayron qilayotganligiga deraza oldida jimmini qarab turadi. Momam bo'lsa, o'ylada uyon-buyon yugurib, yelinib, Mixail, bu nima qilg'ini? deydi. Uninga javoban noit satillashlar anglandi. Bundaq chaqda momamning keynidan o'yliga chiqolmaydim. Lekin momam yelimda bombag'ashqa qo'rqatdim. Shuning bilan bovamning xonasiga kirdim. Kim bilsin, bovam meni ko'rishi bilanla Yo'qol, o'lgur, deb vaqirdi. Men yana yugurib balxonaga chiqib ketdim. Derizdan qorong'u boqqa va o'yliga qaradim. Momamdan ko'zimni uzmaydim. Uni o'ldirib qo'yamkin deb qo'rqib, ovozimni boricha vaqirdim.
Mast Mixail tağam mening ovozimni anglab kelib, onamning og'zini buzib taladi. Shundoq kechalarning birida bovam tavi yo'q bo'lib qilib, karvatda yotadi. U lo'ngi bilan o'rab qo'ygan beshini u yoqdan bu yoqqa chayqab, "Men jafoda topgan pulim oqibat mushu holga qoldi. Agar u yot nomusni demasam, bo'rilla soqchi chaqirgan bo'lardim. O'z bolasini soqchiga topshirdiganlar ota-ona bo'pdimi? Hey, amal yo'q. Undaq bo'lgandan keyin tinish yetivagan. Qilg'uliqni qilaversin" deb zorlandi. U to'yiqsizla karvatdan tushib, santurlib derizning oldiga bordi. Momam uning qo'ltig'idan tutib olib, Nega borsan? deb so'radi. "Chiroqni yoq." deb buyurdi bovam demisi qilgan hozirg'an holda momamga. Momam shamni yondirdi. Bovam xuddi askar miltiqni tutgandek shamdonni ikki qo'lda tutib turib, deriza oldida, "Ey Mixail, qorong'u o'g'irsi, quturgan g'aljir shit" deb qattiq vaqirdi. Bu so'z bilan tangla jaran qilgan ovoz chiqib, derizning ustidagi ko'zi par bo'lib chiqildi va momamning yendiki ustalning ustiga yarim parcha xish uchib tushdi. "Takkizamiding?" deb vaqirdi bovam. Uning ovozidan kulayotganligi yoki yig'layotganligini belgilab bo'lmaydi. Momam xuddi meni ko'tirgandek bovamni dast ko'tirib karvatga qo'yib, o'ngsili yo'qla, San nim bo'ldi? Buni qilsang uni Sibiriyaga ep ketmamdi. O qizib qolganda Sibiriyaning nimaligini nerdan bilsin? dedi. Bovam putlarini tipirlatib, "Mayli, qig'iliqini qilaversin" deb chaqirdi. Derizning keyinda birisining o'kirgan, do'pildab mongan ovozi anglandi. Men eliqi yerdagi qish parchasini elib, deriz tarafga qarab yugurdim. Momam meni qopli qilib tutib oldi va meni qo'limga ishtirib, ochig'i bilan, Voy shumtek, dedi. Yana bir kuni tog'am yo'g'on bir kaltakni tutgan holda o'ylidan o'tib dalonga kirdi. U palampayda turib, eshikni qattiq o'rg'iltirdi. Eshikning keyinda bovam yo'g'on kaltak tutgan. Uyni ijaraga elib o'ltirg'ichi ikki mehmon uzun uchli tayoq. Qovoqxonning ayol boshlig'i no'g'ush tutgan holda poylab turadi. Momam ularning keyinda turib, meni uning yeniga chiqarib etinglar, men uningga gap qilay. deb yoluradi. Bovam uni ishtirib tapdi. Men boloxonaga chiqadigan palampayda turib, bularni ko'rib turatdim va momamni yuqoriga elib chiqib ketkim keladi. Mixail tog'am kuchining boricha eshikni buzib o'tadi. Eshik tavrashga boshlab, o'rilib tushayli deb qoldi. Bu chaqda bovam darg'azab bilan hamrohlariga, "Beliki bilan putiga o'ringlar, beshiga urmanglar" deydi. Eshikning yon tarafida onamning beshi potqudek kichikgina deriz bor edi. Tog'am uning aynigini chiqib o'tgan edi. Momam o'sha derizga yepishib, qo'lini tashqariga chiqarib ishorat qilib, Mixail, tez ketgin, ular seni nakar qilib qo'ydi, tez ket. deb vaqirdi. Tog'am momamning qo'liga kaltak bilan urdi. Momam o'ntisiga yiqilib tushdi. Ammo to'xtamasdan, Mixail, tez qoch. deb vaqiraydi. Eshik o'rilib tushdi. Tog'am qopqorong'i uyga sakrab kirdi. Lekin shu zamon xuddi axlatni cho'rgandek talog'i eriqtib tashlandi. Qovoqxonning ayol boshlig'i momamni bovamning uyiga akirib ketdi. Keyin bovamni kirib ketdi. U qopoqlari turilgan holda momamning yeniga berib, "Bir yering sonmaganda" deb so'radi. Voy, sungan o'xshaydi. dedi momam ko'zni ochmay turib. Uni nima qildinglar? "Uni bog'lab qo'ydik, o'tinxonda yotidi. Uni usti-beshiga suv qo'ydim. Hey, nima degan tarsanimidi u? U kimga o'xshab qolgandi?" Momam yana tovlashga boshladi. "Tengaqchiga odam evatdim, biroz chidab turgan" dedi bovam momamning yonida o'ltirib. "Ular sen bilan meni qiynab o'ldirdigan o'xshaydi. Hamma mol-mulkni ularga berivat. Bor-varachi." Ular uzoq paranglashdi. Momam bo'sh ovoz bilan bechoralarcha so'zlaydi. Bovam bo'lsa ochiq bilan vaqirab-chaqirib so'zlaydi. Bir kundan keyin pokarg'ina bir do'q momoy keldi. Men uni momamning dushmani bo'lish kerak deb o'yladim. Shuning bilan sakrab turib, uning oldiga berib, ovozimning boricha, "Bu yerdan yo'qol" deb vaqirdim. Lekin bovam meni tutib olib, dush kelgan peti boloxonaga elib chiqib ketdi.
Bir kuni Qavoqxonning ayol boshlig'i bovam bilan urushib qilib, urushga faqat aralashmagan momamni qo'shib, noyit qattiq tillab ketdi. Hatto uninga bir tal savsini otdi. Men qattiq xafa bo'ldim va bu iflos xotindan o'chanmoqchi bo'ldim. Bir kuni Qavoqxonning ayol boshlig'i gamiga tushganda, gamining qapiqini etib, qo'lib selib, oshqushni o'ziga tashlab etib, yugurgan peti oshxonaga kirib oldim. Oshxonada momam tamoq etayotgan edi. U mening nima uchun xushal bo'lib ketganligimni bilgandan keyin kassamga bir necha shapaloq urib, ondan oshqushni tepib kelish uchun o'ziga chiqarib etdi. Men momamning bu qilqidan hayron bo'ldim. Lekin oshqushni tepib uninga berdim. Momam o xotinni gamidan chiqarib oldi va ikkisi o'ylada do'stlarcha kulishib mandi. Momam meni oshxonaga elib kirib, "Nemishqa undaq qilding?" deb so'radi. U sana savza atgan tursa, "Sen men uchun qilgansan-da, mundaq degin, balxonaga chiqib kitobingni o'qi." Momam shu kun kechgacha menga gap qilmay yurdi. Kechqurunligi menga nasihat qilib, umrbo'yit esimdan chiqmaydigan so'zlarni qildi. "Tatlıq balam, esingda bo'lsin. Cho'nglarning ishi bilan koring bo'lmasin. Sen texi kichik. Sen bolalarning o'y bo'yicha yashag'in. Bu sening ishing emas." Uydagilar meni ko'chaga o'ynag'ili chiqamaydi. Chunki har qitim ko'chaga chiqsamlar bir ish teriladi. Og'inam yo'q edi. Qo'shnilarning bolalari meni yomon ko'radi. Ishikdan chiqsamlar, ular o'rinlar uni deb baqiraydi. Shuning bilan urush boshlanib ketadi. Men urushda kuchlik ham chevar edim. Biroq butun ko'chadagi bolalar birlashib olsa, menga tayoq yeb qoladim. Uyga burnim qanigan, qalpoqlarim yerilgan, kiyimlarim yirtilgan, usti-beshim to'pig'i melangan holda kirib keladim. Momam bu holimni ko'rib, ichi og'rigan va qo'rqqan holda, "Nima, yana urushdingmi?" deydi. Bovam bo'lsa tillamasdan qattiq qilib, "Endi ko'chaga chiqquchi bo'lma" debla qo'yadi. Agar ko'cha jimjit bo'lsa, o'zimning chiqishim kelmaydi. Ammo bolalarning varang-churunglarini anglab qolsam, bovamning cheklash buyrug'iga qaramay, o'yliga yugurib chiqib ketadim. Men ko'chada bolalarning birilishib urushishini ancha edikka olmaydim. Lekin bu bolalarning rahimsizliklari meni qattiq g'azablantiradi. Ularning menga to'limi tanishlik bo'lgan rahimsizliklari, masalan, xo'roz so'qishtirish yoki ish talashtirish, mas va divonlarni zongli qilishlari, bo'libmi saranglarni bo'zaq qilishga o'xshash harakatlarga chidab turolmaydim. Ko'chada texmi odamning ko'nglini g'ash qilgan bir ahvol bo'ldi. U bo'lsa-mu uzoq vaqt bovamnikida ishlagan Grigoriy ustam qarg'u bo'lib qilib tilimchilik qiladi. Pakar bir momoy uni yetilib mang'ach, "Qarg'u miskinga ichinglar og'risin" deydi. Men ko'chada yiroqdan Grigoriyni ko'ribla uyga yugurib kirib, momamga "Grigoriy ko'chada tilamchilik qilib yurdi" dedim. "Rasmo, mana buni uningga opirib ber" dedi momam echingan holda. Men uning oldida o'zimni xato ish qilgandek his qilib, opirib bergili unimidim. Shuning bilan momam o'zi ko'chaga chiqib ketdi. Ba'zida momam uni oshxonaga akirib, choy tomoq beradi. Bir qitim u meni qayerlikimni so'rabdi. Momam meni chaqirdi, lekin men mo'kib oldim. Momam bilan men Grigoriy to'g'risida bir qitim paranglashdik. Momam Grigoriyni ustib qo'yib, asta yig'layotdi. Men yeniga berib, qo'ldan tutib, "Bovam nimishqa uni boqmaydi" deb so'rdim. Momam meni bag'riga besib, quchoqlab shivirlab, "So'zim esingda bo'lsin. Bizning uningga qilganimiz to'g'ri bo'lmadi" dedi. Momam degandekli bo'ldi. 10 yildan keyin momam mangu uyquga ketgandan keyin bobomning o'zi divoni bo'lib, har yerlarda tilamchilik qildi. Bobom to'yiqsizla uyni qamoqxona egisiga setib, boshqa bir ko'chadan uy setib oldi. Yangi uy burunqiga qaraganda yaqinroq edi. Beg'i ancha cho'ng bo'lsa-mu, lekin bekbaraqsan daraxtlik bo'lib, to'limi ko'ngillik edi. Uyning hammasi notanish odamlar bilan to'lgan edi. Tashqarqi o'ylida bir harbiy va uning xotini turadi. Yana bir uyda ikki harbiykash. Pyotr tag'am bilan kegash jiyani Setyopa turadi. Ishkirku o'yildiki bir kichik uyda biznikida pul to'lab tomoq yeydigan yaxshi ishlaqanlik bir kishi turadi.
bu yaxshi ish degan odam meni alayda jalb qildi. U o'ruq, mukchaygan bo'lib, saxovatli ko'zlarga ko'zoynak taqib olgan edi. U noyta oz gap qilgan odam bo'lib, har qaytim uni tomoqqa yoki choyga chaqirganda u hamon yaxshi ish deb javob beradi. Momam uni oldidimi, orqadimi shundan bilan atab, yaxshi ishni choyga chaqir, yaxshi ishni nemishqa tomoqni oz yeysiz deydi. O'tirgan uyda qandoqdir sanduq va kitoblar dövülüp yotadi. Hamma yerda har xil rangdagi suyuqlik ochlangan botilkalar, qo'g'ishin, mis parchalari chechilib turadi. Atini kechgacha ustiga har xil ranglar yo'qib qolgan kiyim kiyib, burunni echishtiradigan puroq chiqarib yuradi. U hamon u yerda qo'g'ishin eritib, bir nimlarni kapsharlab, kichikkina tarozida jinglab, tinmay ishlaydi. Men uyning o'gisiga chiqib olib, derizdan uning ishlariga qarab turardim. Men agar u boy bo'lib, yaxshi kiyingan bo'lsa, uningdan qo'rqqan bo'lardim deb o'yladim. Lekin u noyat kambag'al edi. Kalta chapinning yoqasining ko'ngliga burilishib ketgan kir yoqasi chiqib turardi. Ishtini yamoq-yamoq bo'lib, yalang'oq putiga aski oyoq kiyib yurardi. Meningcha kambag'allar qo'rqinchli, xavfli odamlar emas edi. Momamning ularga islashti qilishi va bobomning ularni mansitmasligi meni ixtiyorsiz shu xulosaga keltirgan edi. Yaxshi ishni qo'radigilarning hech qaysisi yoqtirmaydi. Hammasi uni zongli qilib parang qiladi. Harbiy kishining xotini uni bo'ri-bo'rin deb chaqiradi. Pyotr tog'am uni do'rgar va doxan deb chaqiradi. Bovam uni sehrgar, xatarlik odam deydi. Bir kuni men momamdan "O nimish qildi?" deb so'radim. Sening nimikaring ishing bo'lmasin, angladingmi? deb qo'ydi momam. Bir necha kundan keyin men oxir g'ayratga kelib, uning derisining yiniga berib, "Nim qilyapsan?" deb so'radim. U cho'chib ketdi. Menga biroz og'iz qarab turib ketib, uyga kir" dedi. Uning meni eshikdan kirdimay, derizdan kirdi ishi meningda u qaltis odamkan degan tuyg'uni paydo qildi. U past ovozda, "Sen kim bo'lasan?" deb so'radi. Har kuni oshxonada 4 vaqt tomoqda uning bilan birga bo'lib olsam, uning bu savoli to'lima g'alati tuyuldi. Men uningga "Uy egasining navrisi bo'laman" deb javob berdim. Durust", dedi u o'rnidan turib mang'ach. "Medirlamay jim o'ltir." Men o'ltirib uning ishlashiga qarab turdim. U avval bir parcha misni ekaklab, tushgan mis kepeklarini yig'ib bir qachiq soldi. Uningga tozg'a o'xshash oppoq bir nimni qo'shdi. Uning ustiga qor botolkadan nemidir bir narsani qo'ydi. Shuning bilan eliq qochidan pishildab is ko'tarildi. Ondan ochiq bir puroq keldi. Men yutilib ketdim. "Bu nimning purqi yomonmikan?" deb so'rdi yaxshi ish. "Yomonkan" deb javob berdim men. Mana shundoq inam. Bu noyat yaxshi narsa." U mening qishimga kelib, is chiqib turgan qochig'iga qarab turib, "Sen buniki mening yonimga kelma, ma'qulmi?" dedi. Buni qarasa ochig'im keldi. Xafa bo'lib boqqa chiqib ketdim. Bog'da bovam ishlayotgan ekan. Men bovamdan "Yaxshi ish nimish qilyotdi?" deb so'radim. "U uyni buzyotdi" dedi bovam ochiqlanib turib. "Taxtayni ko'ydirib etibdi, tomning qog'ozlarini yirtib etibdi, uni ko'chirib etaman." "Shunda qilish kerak" dedim men. Biroq men oldirib ketibdiman. Ko'zning yomg'irli kechalarining birida bovam uyda yo'q edi. Momam qo'ratgilarning hammasini choyga taklif qilib, noyat qiziq o'ldirish uyushtirdi. Yaxshi ishmi keldi. U bolonki mashning yenda uyn chiqmasdan tinish o'ldiradi. Momam Botir Ivan va Miron to'g'risidagi qiziqarli hikoyani aytib o'tadi. Momam hikoyasini boshlash bilanla yaxshi ishning nima uchundir besaramjon bo'layotganligini bayqadim. U qo'llarini midirildatdi. Ko'zaynikini birdam elib, birdam taqaydi. Biroz qimirlab ketsa, yo'talsa, u asta yaxshi ish deb qo'yadi. Momam hikoyasi tugishi bilan u o'rnidan sakrab turib, qo'llarini silkib, g'alit piqirab, "Bu bakli yaxshi hikoya bo'ldi. Bak yaxshi. Uni yezib olish kerak. Jazman yezib olish kerak" dedi. Men uning yig'layotganligini aniq ko'rdim. Uning ko'zlari liq yoshga to'lgan edi. U yolg'iz noyt ko'lkilik holda oshxonada u yoqdan bu yoqqa sakrab yurdi. Hammaydan nim qilarni bilmay uningga qarab turdi. Momam oldirab so'zlab, "Yazsangiz yezivering. Menda bunday hikoyalar nurg'un" dedi.
Yo'q, mushuning o'zi kerak. Bu dal Rusning o'zining. deb vaqirdi yaxshi ish xo'shanlik bilan. Ondan oshxonaning o'tirisiga kelib vaqirab so'zlashga boshladi. U hayajon bilan uzoq so'zladi. So'zida boshqalarga burningdan yetlab degan so'zni pat-pat takrorlaydi. Keyin nimishqidir u xuddi geliga bir nima turib qolgandek birdilla to'xtab, apu so'rgandek hammaylanga qarab qo'yib, beshini solgan peti asta chiqib ketdi. Yaxshi ish meni hayron qoldirdi. Shuning bilan birga uningga ichim og'irdi. Uning yoshga to'lgan ko'zlari aniq esimda turadi. Shu kuni oqshimi u qaytib kelmadi. Atsi tushdan keyin qaytib keldi. Oqsham vonchun qilgan bo'lsam kerak, dedi u momamdan apu so'rgandek qilib. Xapo'magansiz. Nimaga xafa bo'latdim? Luqma sog'liqimga, so'zimga xafa bo'lgansiz. Hech kim sizin xafa bo'lgani yo'q. U momamning yeniga yaqin kelib, noyat soddalik bilan "Men yolg'iz, hech kim yo'q. Yolg'izlik qo'rqinchli ekan. Un chiqmay iching selib yurayversang, yurayversan. Biroq keyin birdan yurgin qaynab tashidi. O'zing tutib olmaysan. Toshqimi, daraxtga dadangni to'kib baygin keladi." Undaq bo'lsa, o'ylanavering, dedi momam. Deb echingan holda o'liq kichik tinib qo'yib, qo'lini silkib chiqib ketdi u. Momam qoshlarini etib, uning keynidan qarab qoldi. Ondan menga "Paxas bo'l, uning atrofida aylanib yurma", dedi. Biroq u meni o'ziga jalb qilib olgan edi. U yolg'izchilik qo'rqinchli ekan deganda, uning yuzlarining tatirib ketganligini ko'rdim. Bu so'zda mening yuragimga tegadigan bir narsa bor qiladi. Men uning keynidan chiqib ketdim. O'yladan asta uning uyiga qaradim. Uyda hech kim ko'rinmadi. Uyning ichidagi narsalar qalaymaqan. Xuddi o'zlarining boshlig'idek g'alit ko'rinadi. Men boqib chiqib, u yerda uni ko'rdim. U bir yog'ochning ustida o'ltiradi. "Meni izlayapsan?" deb so'radi. "Yo'qay. Bo'msa nima kelding?" "Hech nimaga." U ko'zanikini elib surtib qo'yib, "Bu yoqqa kel", dedi. Men uning yeniga berib o'ltirdim. U mo'ramdan mahkam quchoqlab, "O'ltirgan, un chiqmasdan tinch o'ltirayli. Ma'qulmi? Gapingni chingdira olamsan?" "Ching turaman." Yaxshi ish." Xeyli uzoq jimjit o'ltirdik. Ko'zning oqshimi yaqinliq ham jimjit edi. Atrofdagi dal-daraxtlar sarg'ayotdi. Yer ustidagi zaypurqi tarqimoqda edi. To'qina qog'lar qoq-qoq qilib, u yoqdan bu yoqqa uchib, kishining qayg'uli xiyollarini qo'zg'ab turadi. Gogum tushib, atrofdagi barliq narsalarni asta-asta qorong'u besib kelayotganda, u menga "Bo'ldi, endi ketayli", dedi. U bog'ning ishkiga kelib to'xtab, "Momong yaxshi odam. Voy, nima degan ajoyib zamin bu", dedi. Shu kundan tortib ikkimiz do'st bo'lib qoldik. Men xohlagan vaqtda yaxshi ishning uyiga beraveradigan bo'ldim. Men uning qo'g'ishini eritishiga mis qizdirchiga qarab o'tirardim. U temir parchalarini qizdiradi yoki qochiga turli suyuqliklarni qo'yadi. Yoki bo'lmasa chiroyini purishtirib, qalin kitoblarni varaqlab qaraydi. "Sen zodi nim qilyapsan?" "Bir narsa qilyapman, neynam." "Qandoq narsa?" "Qandoqday desammi tushunmaysan. Bovam seni yolg'on pul yasaydigan o'xshaydi deydi." "U bika deydi. Pul degan nimiti? Undaq bo'lsa, bolkani nimaga oldi?" "To'g'ri, ukam, bolkaga pul kerak." "To'g'ri deganda men go'shtgimi?" "To'g'ri deysan, go'shtgimi pul kerak. Biz paran qilishmayli. Men ishimni qilay." Menda yaxshi ish qarta tezli cho'nqir yisat paydo bo'lib qoldi. Xafa bo'lgan kunlarda bo'lsin, xo'shal vaqtlarda bo'lsin, u men uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan kishi bo'lib qoldi. O'yimga kelgan har qanday gapni qilsam-mu, o'yin chiqmaydi, to'smaydi. Yaxshi ish mening baliqlashlarimni har doim diqqat bilan anglaydi. Ba'zida so'zimni uzib, "Enam, to'g'ri bo'lmadi. Buni o'zing to'qib chiqding", deb qo'yadi. Men uning bunday qobiliyatini atay sinab ko'rdim. O'zimcha bir nimlarni o'ylab chiqarib, xuddi rosta qilib so'zlab berdim. U biroz anglab, "Yana yolg'on aytyapsan, ukam", deydi. "Sen nereden bilding?" "Men bayqiy olayman." Bir qitim momam meni yetilab suva kelgili borganda shaharlik 5 kishining bir dehqonni hadab urayotganligini ko'rib qoldik.
Momam apkashni pulanglatib yugurib berib, heliq shaharliklarni qochiribdi. Heliq diqqanning usti beshi qon edi. Men uyga qaytib kelibla, yugurgan peti yaxshi ishning yeniga kirib, bu voqeani uningga aytib berdim. Men toza so'zlayapsam, u birdan meni quchoqlab, "Bo'ldi, boshqa gapning keragi yo'q. Tegishli gapning hammasini aytib bo'lding" dedi. Onun so'zimni bo'lib ranjidim. Lekin o'ylab ko'rib, to'liq hayron bo'ldim. U dal vaqtida so'zimni bo'lib edi. Haqiqatanmi men gapning hammasini aytib bo'lgandim. Ba'zida u mundaqli bir so'zlarni qilib qoladiki, u umrvoyat yodimdan chiqmaydi. Men uningga bolalarning ichida egiz, semiz bir dushmanimning borligini, uning mushi atrofdagi mushtlashchilardan bo'lib, uningga hech tankilanmaydiganligimni dedim. Yaxshi ish anglab bo'lib, bundoq kuch emas. Haqiqiy kuch tez harakat qilishda. Qancha tez bo'lsa, shuncha kuchlik bo'ldi. Tushundingmi? dedi. Keyingi qitim u dushman bilan uchrashib qolganda mushiti suratini tezlitib yiqib, rastilla uni osonla yengib oldim. Bovam mening yaxshi ishning uyiga pat-pat kirganligimni bilib qopti. Men har qitim borganda u meni qattiq dumbalaydi. Momammo bog'ili qo'ymaydi. Ular menga "Paxas bo'l, u senga natga bir narsalarni o'kitib qo'ymsan" deb ogohlantiradi. Men uydagilarning uniga qanday qaraydiganligini uniga aytib berdim. "Momam sendan qo'rqdi. U seni jodugar deydi. Bovam seni xatarlik odam deydi." "O'zimni ko'rib turibman, fikam" deydi u ostag'ina. Keyin u oxiri qo'g'lib etildi. "Bu uyda onang turadigan bo'pti." "Kim deydi?" "Bovam. O yolg'on aytdi." Yaxshi ish qo'limni tutib, o'ziga yaqin tortib, "Ranjimagan, men seni bilib turib, menga aytmabdi deb o'ylabdiman" dedi va yana pichirlab, "Mening yedimga kelmadiganim esingda bordi." Men beshimdan eshitdim. "Sen shu chaqda mendan ranjiganding, shundaqmi?" Shundaq. Men yuvashlik bilan iqror qildim. "Fikam, men seni ranjitmoqchi emasdim. Ikkimiz do'st bo'lib qolsak, uydagilaringning seni jazman tillaydiganligini bilatdim. Shundaq bo'ldi-ku. Mening shundaq deyishimning sababini endi tushundingmi?" U mening bilan xuddi bir dematlikdek so'zlashadi. Buningdan men ayt xushal bo'ldim. Men hatto uni burun tushunganda qilgan edim deb o'yladim. U ketmoqchi bo'lgan edi. Men ichimda azoblanib, nima deyishimni bilmay, uning yengini tutib turardim. "Xapamagan" dedi u va yana qulqimga shivirladi. "Yig'lashning hojati yo'q." Lekin bu gap bilan tangla o'zining ko'z yoshi taramlab oqdi. Kechqurun u yo'lga ravon bo'ldi. Uning ketishi bilanla momam uyni tozalab turdi. "Sizlar nima uchun uni qo'g'layotdinglar?" deb so'radim momamdan. Sening karing bo'lmasin. "Sizlar hammanglar ablah" Elishib qoldingmi nima? dedi momam xafa bo'lgan holda. "Seni demadim, sendan boshqalarning hammasi ablah." Bovam kechlik tomoq ustida, Endi yaxshi bo'ldi. Uni ko'rsam xuddi yuragimga pichoq qadalgandek bo'ladi. Uni burunli qo'llab o'tish kerakdi" dedi. Men ochig'imda qo'shiqni sundirib etdim. Shuning bilan yana tomoq yedim. Vatanning sozsizligi munavvar kishilarning biri bilan bo'lgan do'stligim shuning bilan oxirlashdi. Kichik chog'larimda men o'zimni erning uvuziga o'xshatdim. Turli odamlar xuddi hasallarga o'xshash hasallarni o'zlarining turmushdan erishgan bilimlari va tushunchalarini ana shu o'g'i to'shib, mening qalbimni beytatdi. Yaxshi ish ketgandan keyin yana bir ijaraga o'ltirg'uchi odam Pyotr tog'am bilan do'st bo'lib qoldim. U bobomga o'xshash o'ruq, pokiz edi. Faqatla bo'yi bobomdan pakaroq edi. U so'z qilganda qiziq gaplarni qilib berardi. Uning so'zlari noiti yaqinlik anglanadi. Lekin hamon boshqalarni zangli qilib olgandek edi. Bir kuni men Pyotr tog'amdan ilgari nima ish qilganligini so'radim. U monolarni so'zlab berdi. "Men ilgari Graf xonimning uyida ishlagan. Dastlab temirchilik qildim. Keyin u menga bog'vonga yordamlashishga buyruq qildi. Shuning bilan bog'vonchilik qildim. Bir mezgil o'tib, u yana meni beliq tutishga vatdi. Lekin beliq tutishni endi o'rgangandim. U yana meni harvaydashga soldi. Buningga ma'qul deb parvkashlik qildim. Keyin Graf xonim meni boshqa ishga yo'tkashga ulguramadi. Yonchilar ozod bo'ldi. Men erkinlikka chiqdim. Biroq menda birla otdan boshqa hech qanday narsa yo'qdi. U qiyri ot bo'lib, uning puti chiqib ketgan. Ko'zlari oranli ko'ratdi.
qaqsoy bo'lib ketgan. Besh sangilab, tuklari tushib ketgan taqir terisidan ustixonlari chiqib turadi. Shundoq bo'lsa-mu, Pyotr tag'a otqa noyt obdan qaraydi. Uni urmaydi. Pyotr tag'imi savodli edi. Kitoblarni ravona o'qiyalaydi. Bovam bilan ikkisi odamlarning qaysisi eng ustun turadiganligi to'g'risida yoki qadimgi zamondagilar ichida qaysisining xatoligi hammadan cho'nliqi to'g'risida doim so'z talashib qoladi. Bizning ko'chada bir bagzod turadi. Uning noyti yomon bir kesli bor edi. Dam olish kunlari u derizda o'tirib olib, o'miltiqi bilan ushaq jonivorlarni, o'zi yoqtirmaydigan odamlarni otadi. Bir qitim u yaxshi ishning yonpeshiga chanlab aytibdi. Elimi yaxshi o'q uning teri chapinidan o'tmay qilib yaralanmabdi. Pyotr tag'a uydili bo'lsa, ko'chada miltiq ovozi anglangan amon darvozadan etilib chiqib, elg'i marganning derisi oldidan uyon bu yonga lag'aylab o'tadi. Ba'zida Pyotr tag'a xili uzoq mansimi hech sado chiqmaydi. Margan uni etishga arzimaydigan narsa deb qarash kerak. Lekin ba'zida qo'shatar miltiqdan taras-turus qilgan ovoz anglanadi. Pyotr tag'imi uduqmay qaytib keladi. U oldimizda turib, mamnun bo'lgan holda chopinimga tegibdi deb qo'yadi. Bir qitim o'miltiqidan chiqqan chashma o'q uning mo'risiga va bo'yniga tegibdi. Momam chashma o'qni yengni bilan qo'lab elib o'tib, Pyotr tag'ini jimlab, "Nima uchun u vahshiyga gap qilmaysan? U ko'zingni qarg'u qilib qo'ydi", dedi. Onda qilinmaydi, dedi Pyotr tag'a beparvolik bilan. Uni qo'ldan marganlik kelmaydi. "Sen nima uchun uni mayliga qo'yib bersan?" Men uni mayliga qo'yib berganim yo'q. Bu bagzodni atak terik turyapman. Pyotr tag'a qo'lab chiqarilgan chashma o'qlarga qarab qo'yib, "Shommi margan bo'ldimi? Ilgari graf xonimning vaqtliq bir eri botdi. U qaltis margandi. Bir qitim u bir ahmoqning beliga botilka esib, uni 40 qadam yiroqlikka turg'izib qo'ydi. Dal uning aytishi bilan tang elqi ahmoqni biroq qurib chaqqanmi, sal medirlab ketibdi. O'q uning putini teshiyotdi. Doktor kelib, shu zamot uning putini kesiyotdi", dedi. Men buni anglab sal cho'chidim. Shuning bilan Pyotr tag'idan, "Elqi bagzoda odamni etib o'ldiralamdi?" deb so'radim. "Nemishqa o'ldiramsan? O'ldiralaydi. Bir qitim graf xonimning uyiga bir bagzod keldi. U elqi vaqtliq er bilan jidalishib qoldi. Ular shu zamot qo'liq tapancha ilib do'yilga chiqdi. Bagzoda tong qilib bir poy o'q bilan vaqtliq erni o'ldiribdi. Natijada bu vaqtliq erni ko'mib o'tib bo'ldi qildi. Bu kattalar bir-birini mushunda qilayotgan yerda bir adiqani etib o'ldirish ular uchun nimidi?" Bayram kunlari tog'larimning bolalari Mixail tog'amning o'g'li Sasha bilan Yakov tog'amning o'g'li Sasha biznikiga mehmon bo'lib keladi. Biz uchimiz o'gizda yugurishib o'ynaydik. Bir kundan keyin yenimizdagi qo'rada bir bagzodning kuchuklar bilan o'ynayotganligini ko'rib qoldik. Tog'larimning bolalaridan biri kuchukdan birini o'g'irlashni aytdi. Shuning bilan uchimiz bir plan tuzdik. Plan bundoq bo'ldi. Tog'larimning bolalari u ho'ylining ishga oldida saqlab turadigan bo'ldi. Men elqi bagzodni qo'rqitmoqchi bo'ldim. U qo'rqinchon ko'tarilib ketdi. Bizning qo'riga bir ofitser boshchiligida bir to'p er-xotin kelishgan edi. Buni ko'rib, bovam darhol ahvolni aniqlashga kirishdi. Tog'larimning bolalari ko'chada g'amida yo'q o'ynab yuradi. Demak, javobkor tabiiy holda men bo'lib chiqdimda, bovam meni qattiq to'boladi. Shuning bilan u qo'radikilar ondan bu ishni bo'ldi qilishdi. Tayoqning dastidan qirvatni yassam, Pyotr tag'am qishimga keldi. "Qalt so'ylabsan", dedi u pichirlab. "Uning adabini shundoq berish kerak, yuziga tukirish kerak. Bu istiqi beshiga tosh bilan selish kerak." Men uning qo'rq bosgan yuziga sinchilab qaradim. Qargan seri uning chiroyining bovamning meni urgan chog'dagi holatiga o'xshab qolganligini his qildim. "Ket!" deb baqirdim va uni ishtirdim. U pixildab kulgan peti ketib qoldi. Shuningdan tartib Pyotr tag'ini yoqtirmaydigan, amon o'zimni uningdan qochiradigan, uningga gumon bilan qaraydigan bo'lib qoldim. Ordan ko'p o'tmay yana bir voqea yuz berdi. Bovamnikiga ortam qo'rida bir polkovnikning oilasi turadi. Polkovnik egiz bo'yliq, sal asqoqlab mangdigan, taqir bosh, oppoq burutlari yengnatak tik turadigan bir bovo edi. Uning oilasida har kundagidek 3 bola atdiganni kechgacha o'ynaydi. Ularning kiygan kiyimlari va bosh kiyimlari butunlay o'xshash edi. Chiroyimi bir-biriga o'xshab ketadi. Men ularni bir-biridan bo'yiga qarab farq qilatdim.
Men ularga tamning yo'chqidan qaraydim. Ular meni ko'rmaydi. Men ularning meni ko'rib qolishini umid qilatdim. Ularning kiyinishlari, o'ynaydigan o'yinlari, ularning bir-biriga bo'lgan do'stligi va mehribonligi menga yoqatdi. Ular bir-biri bilan urushmaydi, bir-birini aldashmaydi. Ularning uchilisi chaqqan, jonliq va yerib charchashni bilmaydigan bolalar edi. Bir qaytim men daraxtga chiqib olib, ularga isqirtdim. Ular mening isqirtganimni anglabla o'rinda turib qolishdi. Andın bir-biriga yaqin kelib, menga qarab turib, bir nim deb kusuldishib maslahat qilishdi. Men ular menga qanday tosh yetishni maslahatlashyotdi deb o'ylab, darhol daraxtdan tushib, yonchiqlarimga tosh to'shqizib, yana daraxtga chiqdim. Qarasam, ular hovlining yana bir bo'longa berib o'ynab o'tibdi. Menga qarabmi qo'ymadi. Men buningdan umidsizlandim. Lekin jidalni o'zim boshlashni xohlamadim. Bu chaqda biri bolalar uy kiringlar deb chaqirdi. Ular asta uyga kirib ketishdi. Bir necha qitim ular meni o'zlari bilan o'ynashga chaqirishni kutib, daraxtga chiqib o'ltirdim. Lekin ular meni chaqiribmi qo'ymaydi. Ularning o'ynayotganiga qarab, o'zimcha ular bilan birga o'ynayotgandek bo'lib, ixtiyorsiz vaqirab, qaqoqlab kulib ketatdim. Ular uchilisi menga tangli qarab qo'yib, pichirdilishib bir nimlarni deyishatdi. Men izo tortib, daraxtdan tushib ketatdim. Bir kuni ular mökimikilan o'ynashga boshladi. Izlashni o'tdi, o'tirinchisiga keldi. U ko'zlarini yumib turdi. Aksi chaqalliq bilan chonning ichiga tushib oldi. Inisi nagi mökishni bilmay, quduq atrofida aylanib yurdi. Bir, dedi aksi. Ikki. Inisi oldirib kelib, quduqning yog'chiga chiqib, arg'amchini tutib, putlarini ostog'ina yog'och chelakka soldi-da, birdamdala taqir-to'qir qilgan ovoz bilan tang chelak ko'zdan g'oyib bo'ldi. Men daraxtda o'ltirib, bu ahvolni ko'rib qaytib qoldim. Lekin darhol nemish bo'lganligini tushundimda, birla taqlab ularning qo'rosiga tushdim. Quduqqa tushib ketdi, deb vaqirdim. O'tiranchisi men bilan tangla quduq beshiga keldi. Biz arg'amchini tutib, kuchimizning boricha yuqoriga tortdik. Bu chaqda cho'ng'im yetib keldi. Biz oxir kichkina quduqning ichidan tortib chiqarib oldik. U noyt qo'rqib ketgan bo'lib, qo'ldan qon chiqib turadi. Yuzlariga mo qora qo'rlar yo'qib ketgan, belining tövini chiniq-chiniq suv edi. U titrab turib, "Men qandoq bo'lib tushib ketdim?" deb do'diqladi. "Sen sarang bo'psan?" dedi o'tirinchisi uni quchoqlab, qo'lyog'i bilan yuzdagi qonlarni surtib turib. Cho'ng'i qo'shimizni turib, "Qaytayli, baribir bu ishni yo'shirg'ili bo'lmaydi", dedi. "Sizlarni uramdi?" deb so'rdim men. U beshini lingshitdi. Ondan qo'lni menga sunib, "Sen aytib tez yetib kelding", dedi. Men uning maqtishidan xo'shal bo'lib ketdim. Biroq uning bilan qo'l ilishishimga ulgurmay turib, u o'tirinchisiga, "Mangayli, uning sovuq tegib qolmasin, uni yiqilib tushdi deb qo'yayli, quduq tushib ketdi demayli", dedi. Ular ketdi. Shuningdan tortib bu akufkular bir haftagacha o'yladi ko'rinmadi. Keyin ular ilgirgidimi bakrak vongchun qilib o'ynaydigan bo'lib ketishdi. Cho'ng'i mening daraxt ustida turganligimni ko'rib, muloyimlik bilan, "Pastga tushgan, biz birga o'ynayli", deb chaqirdi. Biz birga o'ltirib uzoq paranglashdik. "Sizlar tayoq yedinglarmi?" deb so'rdim men. "Ha, yedik." Bundoq bolalarni meni urgandek urdiganligiga ishonish to'limi tas edi. "Sen nimishqa qushlarni tutsan?" deb so'rdi kichiki mendan. "Ular bekli chiroyli sayraydi. Sen namni ularni tutma, ular erkin uchib yursin." "Maqol, endi tutmayman. Lekin avval menga birini tutib pasang bo'ladi. Dadam yoqtirmaydi", deb gap qistirdi cho'ng'i. "Sizlarning onanglar bormi?" deb so'rdim men. "Yo'q", dedi cho'ng'i. "Bor, lekin o'zimizning emas, o'zimizning onasi o'lib ketgan", dedi o'tirinchisi uning o'labla. "O'zining bo'lmasa, uni o'gay ona deydi." Uchilisi gap qilmay, ma'yuslanib turib qoldi. Men o'gay onaning qandoq bo'lganligini momamning hikoyalaridan bilgandim. Men akufga uchaylanga tasalli berib, "Taqir qilib turinglar, o'z onanglar yana qaytib keladi", dedim. "O'lgandan keyin qaytib kelamas", dedi cho'ng'i ishonganda qilib. "Qaytib kelamamda, momamning hikoyalarida qaytib keladi." Men momam so'zlab bergan hikoyalarni ularga aytib berdim.
Ola jim turib angladi. Kash kirib qoldi. Bu chaqda to'yiqsiz bir oq burutliq bovoy oldimizda paydo bo'ldi. O kim bo'ladi? So'rdi bovoy meni qo'li bilan ko'rsatib. O avaydan, dedi bolalarning cho'ngi bovamning uyini ishorat qilib. Uni kim chaqirdi? Bolalarning hech qaysisi gap qilmay birdam jim turib uyga qaytib ketishdi. Oq burutliq bovoy mo'ramda mahkam tutib meni darvoza tarafga elib mangdi. Men qo'rqib yig'lab o'tayib qoldim. Men yig'lig'icha u meni ko'chaga chiqarib bo'ldi. U meni barmoq bilan noqib, "Ikkinchi mening uyimga oyoq bosqichi bo'lma", dedi. Mening g'o'chida ochig'im kelib, "Men seni izlab kelganim yo'q, xayr o'g'ri", dedim. U shu zamot meni yana tutib olib, "Bovang uydimi?" deb so'radi. Mening qosh ta'limga bovam uyda ekan. U bu tarsa bovoyning so'zini anglab oldirishlik bilan, "Uning onasi uyda emas, men o'z ishim bilan avoriman. Uni qaraydigan odam yo'q. Apo qo'ling polkovnik", dedi. Polkovnik ketdi. Uzoq o'tmay men tayoq yegandan keyin Pyotr tog'amning o'yildagi harbisiga opirib tashlab etildim. "Yana ishda yerdingmi?" deb so'radi Pyotr tog'am. "Nima uchun tayoq yeding?" Bo'lgan ahvolni uningga so'zlab berdim. U terkib g'azablangan holda, "Sen nima uchun ular bilan o'ynaysan deyman? Ular degan Bagzoda, Bagzodlar degan Choyan degan gap. Sen shularni deb tayoq yeding. Sen ularning toza obdan adabini bergan. Nima qo'rqatding?" dedi. Jigan tayiqimning alimidan dastlab uning so'zini ma'qul deb angladim. Keyin o'ylagan sari to'g'ri ko'rmay qoldim. Haqiqatan u bolalarmi tayoq yegandi. Ular menga hech qanday yomonlik qilmagan tursa deb o'yladim. "Ularni nimishqa urg'idakman? Ular yaxshi bolalar tursa, sen to'g'ri demiding?" dedim. Pyotr tog'am menga qarab ketib, birdanla baqirib, "Arvanda yo'qol", dedi. "Sen degan ahmoq ekansan." Dedim men arvidan sakrab tushib etib. U ho'ylida meni qo'g'lab yurib, "Men ahmoq, men yolg'onchi ekanman-da. Men sana o'zimni bir ko'zitib qo'ymaydigan bo'lsam", deb baqirdi. U menga yetishmaydi. Dal shu chaqda momam o'ylig'i chiqdi. Men o'zimni momamning qo'yniga otdim. U momamga chiqish turib, "Bu balmog'i zodla oram bermidi. Men shuncha yashinib qolgan tursam, meni og'ziga kelguncha tilladi", dedi. Men Pyotr tog'amning qarab turib yolg'on aytayotganligini ko'rib, hayron bo'lib turib qoldim va nim deyishimni bilamadim. Momam dal joyiga tekkizib, Pyotr, qarab turib yolg'on aytyapsan. Bu bol hargiz odam tillashni bilmaydi, dedi. Elimi yaxshi momam menga ishonatdi. Agar bovam bo'lgan bo'lsa, bu harfkashning gapiga ishonib meni urgan bo'ladi. Shu kundan boshlab ikkimiz gaplashmaydigan bo'ldik. U go'yo boyqimay qolganda qilib meni qasdan so'qiytatdi. Qushlarimni mushki yigizib o'tadi. Yolg'on yovudiq so'zlarni terib meni bobomga chaqatdi. Men borgan sari uni kichik bolaga aylanib qolgandek his qilatdim. Men bo'lsam to'ydirmasdan uni oyog'ini yertib o'tatdim. Bir qitim shapkisining ichiga loz sepib qo'yib to'xtamay tush kirgizdim. U bayram kunlari menga ko'z quloq bo'lib yuradi. Mening uch oqfuqi bilan aloqa qilganligimni bayqab qolsalar, darhol bobomga chiqimchilik qiladi. Men uch oqfuqi bilan yoshirin aloqa qilib edim. Biz ikki oilani bir tam ayirib turadi. Men bu tamning bir xupyoni bo'longidan do'glik bir to'shak kechib oldim. Uch oqfuqa bir-birlab yoki ikkidan bu to'shak oldiga keladi. Biz zo'ngzuyib yoki tizinib o'ltirib paranglashdik. Polkovnik ko'rib qolsin deb ulardan biri qorovullik qiladi. Men rosa berilib so'zlayotganda Pyotr tog'am to'yiqsiz paydo bo'lib, "Ha, yana bildimi?" deb vaqirab bizni qo'g'lab etadi. Pyotr tog'amning kegash jiyani o'ylamoqchi bo'lib yezg'i ketdi. U otxonning yendiki kichkina bir uyda yolg'iz turadi. Bu uyning kichkina birla derisi bo'lib, uyning ichida sesiq terining, tamokining va tarning hidi dimoqqa o'rilib turadi. Bir kuni atdiganda bovam ikkimiz o'yildagi qorlarni supurib bir soqchi kirib keldi. U barmoqi bilan ishorat qilib bovamni chaqirdi. Bovam uning yoniga borgandan keyin u pichirlab bovamga bir nimlarni dedi. Bovam anglab turib tuyuqsizlar, "Rost shundaqmi?" deb vaqirvatdi. "Vaqirma", dedi soqchi keskin holda. Bovam burilib menga qarab, "Uyga kirib ketgan", dedi. Men bir bulonga mukib oldim. Ular Pyotr tog'amning uyiga qarab minishdi.
man oshxonaga yugurib kirib ko'rgan anglag'anlarimni momamga aytib berdim. U mening so'zimni anglab bo'lib, bir narsani o'g'irlagandu sening karing bo'lmasin, mang o'yiningni o'yna dedi. Bu chaqda bovammo oshxonaga kirdi. U momamni yonidagi uyga chaqirib uzoq pishirilishib paranglashdi. Momamning oshxonaga qaytib kirganki holtidan bir qo'rqinchli voqea bo'lganligini tushundim. Men amdili gap qilay deb og'zimni o'malishimga og'zingni yum, angladingmi? dedi momam ostag'ina. Uyning ichini vahima qopladi. Bovam bilan momam bir-biriga tashvishlangan holda qarashatdi. Pichirilishib bir ikki og'iz gap qilishadi. Tomoqnimi xuddi birsini kutilgandek aldirashli yedik. Kashqo'rin bir soqchi keldi. U amdila oshxonaga kirib o'tirishiga oshxonaning eshigi birdilla uliq echilib bir ayol usib kirib keldi. U o'ylanglarning kayniga chiqib qarab yiqinglar dabla soqchini ko'rib qilib kayniga burilib yugurdi. Soqchi uni qopli qilib tutib olib, to'xta, nimaga qaraymiz? dedi. Heliqi ayol duduqladi. to'xta, nimaga qaraymiz? U yerda yotadi, dedi. Hammaydan xuddi o'zini yo'qotgandek o'pir-to'pir bo'lib oshxonadan chiqib bog'ga qarab yugurishdi. Pyotr tog'a bog'da qor ustida yotadi. Uning beshi sanqilib qolgan. O'ng qo'lining ostida xuddi odamning og'zidek cho'nqir bir yeriq ko'rinib turadi. Tizi ustida bir pichoq turadi. Maydasiga eqib tushgan qon qaytib qolgan edi. O'ng tarafdagi qori qip-qizil bo'lib ketgan edi. Pyotr tog'am o'lgan edi. Shu kuni yarim kechagacha oshxonaga va uning yendiki uyga yot odamlar to'lib ketdi. Hammaylar o'ltirib choy ichayotganda bir cho'qir odam gap boshladi. Uning asli ismini hech kim bilmaydi. Uning kegash jiyani amaliyoti kegash emas. U hammani iqror qildi. Buni qatnashgan yana birsi iqror qildi. Ular ilgari cherkovda bo'lonchilik qilgan ekan. Bir kuni atdiganligi men dalaga qush tutqilib oldim. Yiroqda bir harba ketib boradi. Bir kundan keyin uyga qaytib kelib qarasam, eliqi harba bovamning eshigi oldida turibdi. Men hech kim yo'q oshxonaga kirishimga to'yiqsizla yondagi uydan onamning endi qanaqa qilmoqchisizlar? Urmoqchimi? degan so'zi anglandi. Men qafasni tashlab qo'yib, talaga yugurib chiqishimga bovamga so'qilib ketdim. Bovam xirildigan ovoz bilan "Onang keldi, mang, bora", dedi. Men eshikni ochib, bo'sig'ida turib qoldim. Onam meni ko'rib, "Voy, cho'pchang bo'lib ketibsan-ku. Nima, meni tonimadingmi?" dedi. Onam uyning o'tirisida turadi. Men oldiga bordim. U engishib meni quchoqladi. Men uning yo'linib, hayajonlanganimdan gap qilolmay qoldim. Bu chaqda momamning ovozi anglandi. U bosh-boshdaq bo'lib ketdi. Hech kimning gapiga kirmaydi. Buvisidanmi qo'rqmaydi. Onam illi qo'llari bilan chechimni silab turib, "Chechingni oldiradigan vaqt bo'pti. Maktabga bog'dek bo'lib qolibsan. O'qig'ing bormi?" dedi. "Men hozir o'qiy oladigan bo'ldim", dedim. "Yana o'qiyamsan bo'lmaydi. Ajab qavul bal bo'psan." Onam menga gap qilayotganda bovam kirib keldi. Uning quyuq sochlari tik o'rilgan, ko'zlari qizargan edi. Onam uni ko'ribla meni bir chetga ishtirib qo'ydi. "Dada, qandaq? Men ketaymi?" deb vaqirib so'radi. Bovam birozg'icha un chiqmadi. Keyin qo'li bilan menga shart qilib, "Sen chiqib ket", dedi. "Nimishqa?" dedi onam yana meni o'ziga yaqin tortib. "Eshakka bormaysan." Bovam onamga, "Sen meni nomusda qoldirding", deb ho'kirdi. Chiqib ket deb momam meni qo'g'ladi. Men oshxonaga chiqib ketdim. U yerda yonayotganlarning ovoziga quloq soldim. Ular onamning yana bir bola tug'ib, uni birsiga berayotganligi ustida so'zlaganda qiladi. Lekin men bovamning yoki onamning uning roziligini olmay tuqqanligiga xafa bo'lganligini yoki uning bolani o'z bilan birga elib kelmaganligiga xafa bo'lganligini tushunolmaydim. Bovam birdamdan keyin oshxonaga chiqdi. Uning keyindan momam chiqdi. Bovam gap qilmay o'rindiqda o'ltiradi. Momam uning oldiga tizilib, asta so'zladi. "Dadasi, siz uni kechiring. Bizdeklarning oilasini qo'yib turib, Bayzodlarning oilarini epaysaqmi, ularningida ham shunday ishlar bo'layotmamdi." Bovam sovuqqina kulib, to'g'ri. Sen kimlarni kechirmagan? Hammasini kechirsan", dedi va orqadan ovozni yuqori ko'tarib,
qarab tur, kelgusida tilamchilik qilmay qolmaymiz. Momam bovamning qo'llarini tutib turib, ostag'ana Tilamchilik qilsak qilamiz. Siz uyda o'ltirib tursiz. Men uyma-uy tilamchilik qilaman. dedi. Bu chaqda men zodil chidab turamadim. Xo'shalligimdan o'kirib yig'lab, o'zimni ularga otdim. Ular ikkisi meni mahkam quchoqladi. Ko'z yoshlari taramlab to'kildi. Bovam qo'lqimga pichirlab, "Onang keldi. Endi uning bilan birga bo'lasan", dedi. Bu chaqda onammi kirdi. U o'rindiqning o'tirisida bovam bilan momam uning ishkiyinda o'ltirdi. Onam ularga pasavozda bir nimlarni da'vat etdi. Ular bo'lsa uning so'zini xuddi kichik bolalardek astoydil anglayotdi. Kechqurunligi bovam bilan momam bir ish bilan sirtqa chiqib ketdi. Onam mendan Bu yerda qanday turyapsan? deb so'radi. "Bilmayman. Bovang uramdi. Hozir ancha urmaydi." Shundaqmi? Menga aytadigan qanday so'zing bor? Qani ixtiyoriy deb baqina. Bovam to'g'risida so'zligim kamidi. Men uningga yaxshi ish to'g'risida so'zlab berdim. Buni onamning yoqtirmaydiganligi ko'rinib turadi. U Qani yana nim bo'ldi? dedi. Men yana polkovnikning uyidagi 3 akufka to'g'risida so'zlab berdim. Onam polga qarab qo'shimsini turib, beshini chayqab qo'yatdi. Men uningdan "Bovam nima uchun senga ochiqlaydi?" deb so'radim. Men uning oldida gunohkor bo'lib qoldim. "Oningga balni akapasang bo'pti ekan." U qopig'ini turdi. Ondan meni quchoqlab Bu sen deydigan gap emas, angladingmi? dedi. "Yana ketamsan?" deb so'radim men uningdan. Yana ketamsan? Ne ketaman? dedi u hayron bo'lib. Lekin men onamning bu uyda uzoq turolmaydiganligini his qilardim. Yaqinqi vaqtlarda bovam pat-pat onamning uyiga kirib, eshikni taqib olib so'zlashadigan bo'lib qoldi. Bir qitimliq suhbatda onam butun uyni beshiga kiyib, Yo'q, bo'lmaydi. ondan bovamning voysigan ovozi anglandi. Uning keyindan yana bir ish yuz berdi. Bir kun kechda momam ikkimiz oshxonada o'ltirdik. Tuyuqsizla bovam oshxonaga kirib keldi-da, momamning beshiga birini soldi. "Hech tegishli bo'lmagan gapni qilaverma", deb baqirdi. Hey, qiyra ahmaq. dedi momam mush tegib qing'ib qolgan bo'kini to'zashtirib, xotirjamlik bilan. Qilgan atganlaringni bilibli qolsam uningga aytib beraman. Bovam momamga etilib berib, uning beshiga to'xtamay o'rg'iltirdi. Hurmatli radio anglovchilar, Rossiya yozuvchisi Maksim Gorkining Bolalik davr nomli romanini bugun musharga changlatdik. Davomini atki programmamizda anglaysizlar.